Assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan juda ham mazali bo'lgan karom dolma hamda tok dolma tayyorlaymiz. Qaynagan suvimizni karom ustidan quyamiz. Past olovda yana 15 minut qaynatamiz. Endigi navbat go'shtimizga. Go'shtimizni mayda bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Bizga kerak bo'ladi 1 dona sabzi, kartoshka hamda piyozlar. Piyozimizni xuddi ko'rsatilgandek mayda bo'laklarga bo'lib chiqamiz. Piyozimiz kerak bo'ladi nachinka ichiga. Barcha mahsulotlarimizni tayyor holatga keltirib oldik. Bu orada guruchimizni ham solib olamiz. Yog'imizni qo'yamiz, tuzimizni solamiz va har xil ziravorlarni ham qo'shishingiz mumkin. Juda ham mazali bo'lishiga bir yordamchi desak ham bo'ladi. Bu orada karomimiz ham tayyor holatga keldi. Ko'rsatilganidek har birini bo'laklarga bo'lib olamiz. Tok bargini ham yaxshilab yuvib shu holga keltiramiz. Mana endi asosiy qismga ham yetib keldik. Har bir karomimizni o'rta qismini olib tashlaymiz hamda ikkiga bo'lib, shu ko'rsatilgandek nachinkasini ichiga solib yaxshilab bog'lab chiqamiz. Shu holatda davom etamiz va barcha karomlarimizni ichiga nachinkasini solib yaxshilab o'rab olamiz. Barcha karomlarimizni tayyor holatga keltirib oldik. Endigi navbat bo'lsa, tok barglariga ham yetib keldi. Mana bu lifehackni topgan insonga kattakon rahmat. Sizlar ham xuddi shu ko'rinishda tok barglarini o'rab chiqing. Ishingiz juda ham unumli va barakali bo'lar ekan. Endi har doim tok barglarini shu holatda o'rab chiqaman. Mana bizni juda ham go'zal tok barglarimiz ham tayyor. Endi bo'lsa suvimizning ustiga tomat pastasini solamiz va yaxshilab aralashtirib olamiz. Ustidan tuz, har xil ziravorlar solib shu holatga keltiramiz. Bir dona sabzimizni kattaroq bo'laklarga bo'lib olamiz. Sabzi va kartoshkamiz nachinka ichiga solinmaydi. Endi bo'lsa kartoshkalarimizni ham katta bo'laklarga bo'lib olamiz. Qozonimizga kartoshka sabzini solamiz. O'rta qismiga karomimizni, eng ustki qismiga esa tok dolmamizni solib olamiz. Tayyorlagan sokimizni ustidan quyib olamiz. Qaynab chiqquncha baland olovda, qaynab chiqqandan keyin esa past olovga dimlab qo'yamiz. Azizlar, karom dolmamiz va tok dolmamiz tayyor holatga keldi. Istalgan ko'rinishda dasturxonga tortishimiz mumkin. Agarda foydali bo'lgan bo'lsa azizlar, sizlardan like hamda obuna kutib qolaman.